Shablon darsida bularni uslubdan birinchinisini yasagan edik. Esingizda bo'lsa, legendaga kirib, santexnikani qo'yamiz, faqat nomerini переименовать qilib 16 qilib qo'yamiz. Va mana bitta o'rtaga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi buni. Bezemini qilib, komponovkamizni shunaqa bo'lgani hisobiga botga qo'yib qo'yamiz. Mana bu demak markasi, marka santexnika, shaxta, santexniskiy pribor va nomer fragmenti ham bor. Mana markani o'zi. Так, markani sal to'g'irtirib qo'yamiz faqat. Переопределить графикный виду для элемента. Yoki semistani o'zini ichiga kirib, rangini to'q belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ikkovidan bittasi. Ana endi spesifikatsiyamizni yasaymiz. Santexnika uchun birinchi bo'lib demak bunga list ochib olamiz. Новый list. Albomniy 16.1. Spesifikatsiya santexnika deb nomlaymiz. Qolgan listlarni yopsak ham bo'ladi. Ведомости. Создать спецификацию количества. Santexniskiy приборы tanlaymiz bu yerda. Spesifikatsiya santexniskих приборов. Okey. Bizga kerak bo'ladi markirovka tipi razmeri albatta. Tip albatta. Описание va изображение. Число, ya'ni soni. Изображение eng oxirida turadi. Formatirованиеga o'tamiz. Markirovka tipi razmerini marka deb qisqartirib olamiz. Числоga вычислить jogiga yoqib qo'yamiz. Sortirovkaga o'tib tip bo'yicha sortirovka qilib bergin deymiz. Общий tokga yoqib qo'yamiz. Только того. Для каждого ekzemplari ham hozircha yoqib o'tiradi. Okey. Bularning ichiga yana bitta parametr qo'shamiz. Bu kommentariy. Bu bizga nima kerakligini hozir ko'rsataman. Kommentariy yoqdik. Videoga o'tamiz. Santexnika, plan santexnik. Xo'sh, endi hozircha varroni yopib turib, vidga o'tamiz. Plitki mana bunaqa ko'rinishda va bir chekkadan ko'rishni boshlaymiz. Demak, birinchisi bu kuxnyamizni ko'rsatyapti, lekin men markirovkani rakvinadan boshlaydigan bo'lsam, deylik, bizga fragmentli kerak ekan, fragment bo'yicha qilishimiz kerak ekan hozir. Tak, mana S1 bo'ldi. Bir rozini qo'ydim, S1 bo'ldi. Demak, buni yopib qo'yaveramiz. Asosiy plan fragmentlar bo'yicha ishlaymiz. Plitki S1 bo'ldi. Va menga endi mana bu сместитель kerak. 2 bosaman. S2 bo'ldi. Endi bu fragment emas, ikkinchi fragmentga o'tsak bo'ladi. Birinchi fragmentni yopamiz. Tak, rakvinamiz. Uchinchi. Настенный kran kerak bizga hozir. Tak, mana kran настенный bu 4-chi bo'ladi. Mana 3 ta to'g'ri bo'ldi. Nimaga? Chunki bundan 3 marta ishlatganmiz. Tak, gigiyenichka dush 5 bo'lsin. Mana bizning unitazimiz 6. Knopka сменивая 7 va держатель 8. Trapimizga ham beramiz. Аварийный trap 9. Va yer shikimiz bor. Mana default color ekan yer shikimiz. Bizda oxirgi son 9 bo'lgan ekan, bu demak 10 bo'ladi. Va musorniy yashikimiz bor bu. Qatormas 11. Bu planimizda ham hamma elementlarga marka berib oldik. Keyingi planimiz mana. Bu yerda demak bizda o'ng tarafdan boshlaydigan bo'lsak, vanna va dushda marka yo'q.
va держатель yo'q. Bidedan boshlaylik. Bidega 12 beramiz. Tak. Mana bide. Vannaga 13. Bizda yana bitta unitasi bor bu yoqda. 14. Tak, dushovoy смеситель bor. 15. Markasi qolib ketishi kerak emas. Tak, держатель bor ekan bu yerda. 16. Va mana bu yerda bideni nimasi bor? Смеситель 17. Buni ham markasi va razmeri esdan chiqishi kerak emas. Xo'sh, bu yoqdagi ham hamma marka va razmerlarimizni qo'yib oldik. Bu yerda rakvinaniki qolibdi. Oxirgisi 17 edi. Bu bo'ladi bizda 18. Tak, dushlarimizniki qolibdi. 19. Va menimcha tak, hamma elementlarimiz markalandi. Ana endi nimaga biz kommentariyani qo'shdik? Kommentariyani qo'shishdan sabab bizda mana bu master sanuzelimizda elementlarimizning rangi tilla rangda. Masalan, mana bu elementni S-to'g'riga tegmasdan turib ajratmoqchi bo'lsam, kommentariyasiga цвет золота deb yozib qo'yaman. Так, mam смесителем ham цвет золота. Buni ham rangi tilla rang. Va держатель ham tilla rangda. Dushovoy leka bilan mana bu смеситель ham цвет золота. Так. Bu qismimizda trapimiz qolib ketibdi. Trapni ham qo'yib qo'yamiz mana bu yerga. Polga qo'yamiz. Devordan qochishini 200 qilib qo'yamiz buni. Bu bizda demak avariyniy trap va bunga ham marka va razmer berib qo'yishimiz kerak. Xo'sh, qolgan joylardagi elementlar bizda qora rangda смеситель. Endi buni yopsak bo'ladi. Listy spesifikatsiya santexnikini ochamiz. Buni ham yopamiz. Santexnikani ham o'zini yopib turamiz. Spesifikatsiya santexnik приборов butga tashlaymiz. Настройкasiga kirib, shablon belgilaymiz bunga. Ana endi измените kirib, sortirovkada marka tipi razmeri va marka tipi razmeridan keyin kommentariy deymiz. Ya'ni kommentariy bo'yicha ajratish kerak. Для каждого экземплярdan птичкani olamiz. Okey. Kolonkasini to'g'rilaymiz, chislonikini. Изображение hali qo'yganimiz yo'q. Kommentariyni ham bitta oldinga chiqarib qo'yamiz. Изображение oxirida bo'lishi uchun. Va endi описанияларni buni to'ldirib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, varonozini yopib turamiz. Va asosiy planimizni yonida ochamiz endi. Vид, litki. Hop, birinchisi demak вырезная двойная раковина. Nomini o'zini kopiya qilib qo'ysam bo'ladi buni. Ikkinchisi bizda смеситель nom turibdi. Rakovina каменная 1x. Bathroom. Так, bu bizda qaysi semestr?
Bizda настенный ekran ekan bu. Tak, nomini bu yerdan olamiz. Настенный ekran Nokia. Tak, keyingisi komplekt gigiyeniskiy dush. Buni ham nomini kopiya qilib o'tga qo'yamiz. Keyingisi подвесной unitaz Nokia. Faqat rangsiz, rangini yozmaymiz. Rangi rasmida bo'ladi. Так, кнопка смыва. Держатель туалетной bumagi Nokia bu ham. Так, trappiki bor ekan. Так, default color bu bizda qaysi место ekan? Bu yo'rishka ekan. Ham nomini kopiya qilaman-da. Kopiya qilamiz. Keyingisi местamiz bu urna. Так, buni ham otini kopiya qilamiz, urna deb yozib qo'yamiz. Keyingisi местamiz bu bide. Bideni производитель yo'q ekan, shuning uchun shundoq qoldiramiz. Так, bu bizda endi dush vannani o'zi ekan. В принципе, bathtub turibdi razmerlari bilan, hamma nelar bor. Unitazimizni описаниесini boshiga unitaz deb yozib qo'yamiz. Так, bunga ham vanna deb yozib qo'yamiz boshiga. Bu semestrda qotirilgan ekan. Okey. Bathroom taps bu ham сместитель dushi deb yozib qo'yamiz buni ham. Так, origin holder bu vitrani держатель bumagisi. Держатель deb yozib qo'yamiz bunga ham. Сместитель bideniki. Так, rakovina. Rakovina круглая, напольная deb yozib qo'ydim bunga. Va oxirgi ikkita semestamiz bu dushovая leyka. Santexnikamiz spesifikatsiyasida описаниесini to'ldirdik. Endi tipni berkitib qo'ysak ham bo'ladi. Formatirование, tip, скрытое поле. Okey. Так, endi bu yopaveramiz bu varog'imizni. Santexnika varog'imizni o'zini ochamiz. Mana bunaqa ko'rinishda hozircha va endi buni rasmlarni загрузка qilib chiqsak ham bo'ladi. Изображениеga bosamiz. Так. Varog'imizni oxirida ochamiz. Endi vaqtinchalik описаниeni kichkina kolonka qilib tursak ham bo'ladi. Qachonki rasmlarni загрузка qilsak, hammasini keyin ochaveramiz. Demak, birinchisi двойная раковина. Добавить bosamiz. Info papkada изображение, santexnika. Так, birinchisi bizda кухонная moyka, rakovina кухня deb yozib qo'yganman. Открыть. Okey. Ikkinchisi bizda кухняni сместители, xuddi shu joydan добавить. Сместитель кухня, открыть. Так, keyingisi bizda uchinchisi bu rakovina, sanuzelniki общий. Rakovina SU, открыть. Mana. Настенный kran, ya'ni devordagi kranchasi. Mana bu. Okey. Так, keyingisi местamiz. Bu настенный kran, bu bizda endi tilla rangda bo'lishi kerak настенный kranimiz.
tipi bir xil bo'lgani bilan o'zini rangi tilla. Добавить. Mana tilla rangi. Так. Keyingi elementimiz гигиенический dush. Undan keyingisi mana bu yerga unitazimiz. Так, bunisi bizda knopka смыва. Держателimiz bor. Bu ham Nokia'niki esingizda bo'lsa. Mana bunisi. Okey. Так, keyingisi bizda trap. Faqat trapimiz qora rangda bo'lishi kerak. Так, buni udalить qilamiz. Trap bozi. Trap chornisi bo'lishi kerak. Trap esu. Yoshiklarimiz. Tilla rangi yoshik. Так, urnamiz. Так, ведро. Биде. Ванна, унитаз, мастер. Так. Dush смеситель kerak bizga. Так, мастер спальнянiki tilla rangda. Удалить. Добавить. Смеситель душа гостевой. Dush gостевой adashmasam yo'q, bu ham emas ekan. Rangi zolotaligicha qolib turadi bo'lmasa. Так, buni hozircha okey qilamiz. Так, держатель bor ekan, zolota. Держатель мастер. Okey. Сместительlarimiz. Так. Введение сместителя. Окей. Rakovina dumalog'i. Rakovina master. Okey. Так, dushovoy trapimiz, dushovoy leykamiz, trapimiz dedim. Так. Va tilla rangi qolursin. Shu ko'rinishda spesifikatsiyani yopamiz. Endi listida spesifikatsiya santexnikaga o'tib, xuddi shu mana rasmlar qo'yilgandan keyin grafikasini ozgina to'g'irlab olishimiz kerak. Mana bunda ko'rinishga markani ham sal surib olamiz. Так, количествоni ham kommentariyni o'rniga tsvet yozib qo'yamiz buni. Chisloni ham sig'adigan qilib turib, joylashtirib. Так, buni rasmlarni sal kattaroq qilsak bo'ladi endi. Spesifikatsiyani bo'lib, bir nechta qismga faqat shu bitta varroqga sig'adigan qilganimiz yaxshi baribir. Imkon qadar albatta. Rasmni ham biroz kichik qo'ramiz.
Так, цвет zolotada bizada boshqa yoshik bo'lishi kerak. Bu nechinchi? 15-chi. 15-da boshqa rasm bo'lishi kerak edi. Так, сместитель для dushaga anaqa tushib qopti. Yoshik tushib qopti. To'g'rilaymiz buni. Так, noto'g'ri ko'ryapti Revit hozircha rasmni nimagadir. Так, buni kirib нет deb ko'ramiz birinchi va undan keyin boshqatdan kirib сместитель для dushani загрузка qilamiz. Mana. Okey. Так, qanaqadir ошибка beryapti, возможно. Bo'lmasa bundoq qilib ko'ramiz. Ichiga kirib turib добавить qilamiz va сместитель для dusha kopiyani oldim. Открыть. Okey. Так, yo'q, baribir qanaqadir ошибка beryapti. Nomini o'zgartirib qo'yaman. Tak. Нет deymiz birinchi. Keyin настройкasiga kirib добавить 89 larni belgilaymiz. Открыть. Okey. Tak, baribir nimagadir qanaqadir ошибка beryapti. Bo'lmasa proyektda bitta tekshiramiz buni. Tak, santexnikaga o'tib tak, dush o'tiribmiz, to'g'ri turibdi. Rasm lekin noto'g'ri o'qilyapti. Xo'sh. Yoshikni qani udalить qilaylikchi. Okey. Сместитель для dushani tanladim. Tak, ana endi bu to'g'ri bo'ldimi yo'qmi? Da, mana endi to'g'ri bo'ldi. Сместитель для dush mana o'zini qora rangi o'tib oldi. Yaxshi, faqat endi narigi yoshikimizni загрузка qilib qo'yishimiz kerak. 10-ga добавить. Okey. Mana 10 ga qo'shdik va bunisi ham mana 15 ham joyida qoldi. Tak, rasmlarni sal yana kichraytiraman. Va endi eniga sal cho'zsam ham bo'lar ekan описаниесini, baribir yonida joy qolyapti hammasida. Mana bunaqa ko'rinishda, demak, spesifikatsiyamizni ham bitirib oldik. Saqlanib qilamiz. Ba'zi birlarga rasm qo'ymadim, tilla rangligida rasmlari bo'lmagani uchun bu rasmlarni papkadan topsanglar bo'ladi. Balki tilla rangini ham qo'shib qo'yarman, чтобы tilla ranglarni ham сразу bu yoqqa qo'yib ketishinglarga.